Hammaga xayolli bola, sizlar bilan yana Ayzo va bugungi mehmonimiz Farruh Edits. Hammaga salom YouTube ahli, sizlar bilan yana men Farruh Edits. Bugungi videomizda YouTube Ayzo bilan birgalikda выживание qilamiz. Xo'p, agar bu video ostida 30 ta yoki 40 ta like olsa, bu videoni ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, qani unda daraxt chopishda boshlaymiz. Taxminan 5 ta daraxt yetib qoladi. Qora daraxtdan chopamizmi? Nima qilib? Bola shu o'g'li qilamiz. Geni kallaman men. Men To'xta, sen ana verstak yasama, kirka ham yasama. Men o'zim tushib, qo'y topdim, men qo'yni o'ldirib turaman. Farruh, unda siz tosh kovlab turing. Ikkinchi qismida yangiroq versiya o'ynashga harakat qilamiz. Bu birinchi qismligi uchun. Lekin shunga ham umid qilamizki, ko'proq like yig'ib berishadi. Menda obunachilarim 540 ta. O'ylamang Farruh. Pand bermaydi. Lekin qaranglar. Hozir agar eski versiyada o'ynaymiz, keyingi qismda yangi versiyada o'ynasak, bu merda qanday o'tkazamiz yangi versiyaga? Yoki boshqatdan mer ochamizmi? Endi bu obunachilarning fikri. Mana shu videoda pauza qilib turib, shunchaki yozasizlar. Kommentga yozasizlar. Ikkinchi qismi yangi versiyada bo'lsinmi yoki shu versiyadami? Buning ikkinchi qismi chiqishi qiziq va sizlarga bog'liq. Qo'y, tezroq spawn bo'l. Qarang, juda ham ajoyib va g'aroyib biyomda spawn bo'libmiz. Ketib qolganim yo'q. Nechta tosh kovladingiz, Farruh? 36 ta. Hozir ko'mir chiqdi, ko'mir kovlab o'tirman. Verstak olib tushaymi? Chi. Bu cheksiz ko'mir ekan. O'z yordamlashib olasiz. Verstak qo'ying, verstak. Mana. Verstakga qo'ydim, Ayzo. Nucho verstakda nimasi yo'q. Haya, Farruh, maqsadimizni aytish esimizdan chiqibdi-ku. Yo, bola, biz Farruh bilan shuncha kelishib o'yladik. Bugungi videoda asosiy maqsadimiz full temir aslaha yig'ish. Farruh, siz nima deysiz? Bo'ladi. Lekin hozir tosh chopish kerak deb o'ylayman. Yorug' qilamiz. Sensitivity hammasi normal. Bo'ldi. Daraxt chopish kerak. Menda daraxt, uzr. Bilmasam. Mayli. Tosh bolta bilan tosh qilich yasang, ikkovimizga ham bitta-bittadan. Tosh bolta yasaganman o'zim. Yana verstak yasab qo'ydim. Sizni bugun verstak bilan omadingiz kelmayapti. Wow. Menga tosh bolta yasab berarsiz, tosh qilichni. Meni ana taxtam tugadi. Hozir chiqib taxta olib yasaberaman. 3 ta verstak ham pastda turibdi. Bittasini olib aytgancha. Agar men obunachilarim bilasiz, men PUBG Mobile o'yinini ham o'ynayman. Agarda mening obunachilarim 550 ta bo'lganimizda, men obunachilarim orasida WoW turniri uyushtiraman. U turnirda yutgan esa 60 yusini qo'lga kiritadi. Wow. Farruh Edit, siz ham PUBG o'ynaysiz, ha? Agar taklifnoma bersangiz kiraveraman. Hattoki Farruh Edit ham pul 100 yutib olishi mumkin. Aytgancha keyingi sezonda erp 60 yusi bo'ladi. Hamma bilib olsin. Erp olmaganlar uchun bo'ladi. Erp olganlar uchun o'z joyida 360 yusi bo'ladi. Yo, bolalar, sizlarga mening maslahatim bor. Bu maslahatga o'tib qo'ying. Kommentda sizlar mana shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib yozasizlar. Menda 300 lik bonus bor. 20 ming bersanglar, kartaga yoki tashlab bersanglar, 30 kunga ochib beraman. 30 kun sizlarga 300 dan beradi. Qo'ylar bor ekan. Qo'ylar bor ekan. Uzr, gapimni to'liq qilmam, uzr. Qaranglar. 300 lik bonus bo'ladi. Unda 20 ming berasizlar, 30 kun
to'xtamay 300 dan beradi. Ana shu 300 dan 90 yuksak qilishinglar mumkin. Ko'rganinglarda shut kelgan, shutni ochib, mazza qilib shut tushirib olsanglar bo'ladi omadlaring kelsa. Faqat shut emas, Yaqinda set ham kelgan. pojarniy set ham bor, to'g'ri. Shuning uchun omadlaringiz kelsa tushirib olishingiz mumkin. Farruh, sizda nechta qo'y juni bor? 3 ta. Bo'ldi. Sizdachi? Menda ham 4 ta. Temirmi? Chetga daraxtlar o'tmay menda. Mana Rossiyadan pul o'tkazing degan tepadagi komissiya turibdi. Uni qanday yo'qotishni bilmadim. Uzr. Lekin menda yo'q. Xo'p. Yo'q. Qo'y go'shti kerakmi yoki kerak emasmi? Endi kerak emas. O'zi Nechta bor qayerdasiz? Nechta bor? Sizda? Menda yotoq bor. Yotoqmi? Qayerdasiz? Heyla. Mana bu yerdaman. Ana hozir topaman. Heyla mana. Nima buncha uzoqqa ketib qoldingiz? Endi izlab yuribman-da. Xo'p. Versak qo'ying, versak. Konga tushmaymizmi? Versak. Birinchi versak qo'ying, men ham yotoq yasab olay, men ham odamman. Mana. Chacha bo'ldimi? Xo'p. Aytgancha 20 ta ko'mirim bor. Tavakkal. Kon qidirmaymizmi? Temir aslaha nima? Erta yig'moqchimisiz? Temir aslaha yig'ish osonlik qiladi, mayli. Afsuski bu ajdarho yo'q. Bo'lmasa ajdarhoni o'ldirish ham bo'ladi. Obunachilar ko'proq like yig'sa, aytdim-ku, o'zlari qaror qiladi deb. Katta versiyada ajdarni ham 5 talab minus qo'yamiz. Xo'p. Biz shunda kon qidiryapmizmi? Lekin bitta savol bor-da, katta versiya deyapsiz-ku, qaysi versiya? Men tavsiya qilaman, 120-versiyani tavsiya qilaman. 121 dan baland bo'lishi kerak, ha? 121 uncha qiziq bo'lmaydi. 120-versiyani tavsiya qilaman, chunki qarang, nima desam bo'ladi. To'xtang. Hozir biz shunday deb bahslashyapmiz. Bunga ham mayli, obunachilarni o'zi yozib qoldirishsin. Xohlagan versiyasida o'ynaymiz. Xohlasanglar xohlagan modlaringni ham qo'shib. Xohlasanglar Xayrabrin bilan o'ynaymiz. O'yinda sizlar bitta like yig'ib berishinglar kerak. Qatas. Hop, men Daryoni bu yoqdaman. Ana siz. Bo'ldi, ko'rdim. Yig'ib deb 5 ta qo'y juni bor menda. Bitta yotoq bilan. Kech bo'lyapti. To'xtang. Shart emas qo'y. Nima bo'ldi hozir? Bak bo'ldi. Menimcha. Nima bo'ldi? Hozir nima bo'ldi? O'zinglar ko'rdinglar. Men bu yoqqa sakirib yotoqni ataylab qo'yib yubordim. Shunday siga lekin buzilib ketdimi? Mayli. Charchagan ko'rinaman. Lekin birinchi kun ham tugadi. Bak bo'ldi deb hisoblayman. Men hozir. Sehr jodulik qochish kerak. Biz qaysi tomondan keldik? Bu tomondan. Biz daryo tarafdan keldik. Qishloq topish kerak. Qishloq topish lekin ozgincha qiyin bo'ladi bu versiyada. Mana shu to'g'riga qarab ketaversak, o'zi ochiq biyomlar bekorga bo'lmaydi. Ochiq biyomlarda qishloqlar bo'ladi. Mana versiyada ochiq. Bu fikringizga men qo'shilaman. Lekin Hor? yo'qlar. Yellanat. Qo'yma. Temir topdim. Uzr. Yaxshi ham. O'zlik yaxshi emas. Bari temir sizga tushyapti.
Menga bitta ham temir kelgan. 20 ta fakil yetib qoladimi yoki yana yetmaymi? Yaxshi hozir. 48 Qo'yib yuboring bittasin. 48 ta bo'ldi. Hozir. Assalomu alaykum. Bizlar keldik. Yalnız iyi lava. Yo, mana bu tomondan kovlang, bu tomondan. Temir. Men buni kovlayman. Bo'ldi. Bo'ldi, kon topdikmi? Temir aslaha ham topdik. Hisob. Lekin yana bitta maqsad qo'yaylik. Video jicha kam bo'lib qolyapti-da. Kam. Jichagina kam. O'zi 10-minut. Unda temir aslahaga qo'shib, temir qilich, boltalarni ham yasab olamizmi? Undan ham kam bitta. Qo'lim yetmayapti fakir bo'lishga. Mana suvni qotish kerak. Suv tepadan keldi. Alloh beradi. Bekor suzish yo'qda bo'lsa. Yotib suzishmi? Qaysi tomonga boramiz? Bo'ldi yoki Menga fakil kelsa yaxshiroq bo'lardi. Mana shu yerga bitta fakil qo'yib yuboring. Uzr. Yo, уже meni temirim bo'ldi. Temir yo'q-ku. Bir dona temirim bor. Mana temir chiqyapti. Mana topdim. Toshingiz bor? Tosh bor. Tosh debman, verstak. Oldim olib kelib bera olasizmi? Hozir. 2 ta, 3 ta. Pechga yasaysiz. Menikini ham qo'shib qo'ying. Qo'ying debman. Pishiring, temir. Ishqda, nima bo'lsa. Men 3 ta yotoq yasavordim. To'xtang, sizda ana yo'q-ku. Ko'mir bormi? 4 ta bor. 8 ta menda ham bor, tashib bering. 8 ta. 12 tani 2 ga bo'lamiz, 6 tadan tushadi. Turtiring, men yana temir olib kelaman. Bo'ldi. Yana bitta pechka yasaymiz. Bitta, 2, 3, 4, 5. Mana. Xo'p, Nechta temir bo'ldi? 32 ta. Menda yana 5 ta bor. Voy, yana temir topdim. Vakil kerak emasmi? Bor ham olishga. Yo'q, shart emas. Yo'q, bo'ldi. Ozginaga video olmayotganini sezib qoldim. Hozirgina video olinmayotgan ekan. Endi menga fakil kerak. Shaxsiy muammolarga. Fakil. Tashab bera olasizmi? Picha kerak. Picha. Pastga tushaylik-ki. Hammasini tashab berdingizmi? Qanday ajratadi o'zimni? Pastga qarang. Hozir. Bitta pastga qarang. Lapishku. Uncha hayron bo'ladi, narsa emas. 2 ta olmasa yetishmayapti-da. Yo, 2 ta lapis. Tushadimi? Ha? Yo, Karl. Yo. Obunachilar nima bu? Lekin hayron qoladigan narsa ekan o'zi. Ko'ryapsiz meni sehrimni? 2 ta olmasa yetishmayapti deb shunday chiqib keldi. Davay, kirkaysan ketdi. Ketdim. To'xtang, men atrofini chopib turaman, atrofini. Ajrat. Yo, bu yerda 2 ta emas, ko'p bu yerda. 4 talar bo'lish kerak, adashmasam. 4 ta. Xo'p, nima qilamiz endi bunga? Kirkaysanmiz? Bitta. Ha? 2 ta yasa bo'lmaydi-ku, 4 ta. Uning uchun 2 ta yetmaydi. Yo, yana 5 ta bor ekan bu yerda. 5 ta? 6 ta. 6 ta? Ha.
Karl. Juda ko'p. Vau. Farruh temiringizni ozgina ishlatsam bo'ladimi? Meniki las. Meni qolmadi. Tosh qolmadi. Kirkam sindi demoqchiman. Tosh qolmadi. Menga kirka yasab bering. Hozir. Bering. Qani sizda? Nima qilyapman? Men temir kirka olgan keldim. Xo'p, menga kirka yasab bering. Atrofdan ajrata olmayman. Keyin birga sanaylik. 1 2 3 4 5 6. 6 ta. Menga kirka yasab bering endi. Nima udan? Menga ana versak qo'ying, versak. Yursak menda yo'q. Tepaga chiqing. Hammasini tepada hal qilamiz. Temiringiz nechta? Temirim 20 ta ekan. Mendagi bilan 26 ta bo'ladi. Hozir sizga ham temir aslaha yasayapman demoqchi edim. Pishirilmagan temirmi? Ha. Hech bo'lmasa men ikkomizga bitta-bittadan kirka yassam bo'ladimi? Olmos? Hozir tashiyman. Yo'q, olmos menda emas. Mana olmos. Ikkita kirka yasang. Bitta, ikkita. Mana. Men 20 ta temiriz. Mana yana 6 ta. Ko'mir kerak bizga. Mana ko'mir. Olmos kirka. Keyin menga bitta. Hozir aytamiz, nega esa-da nima? Olmos topish qiyin, shuning uchun xabar oldik. Yangi versiyalarda juda ham oson bo'lib ketadi. O'zlaringiz bilasizlar. To'g'rimi, Ayzod? Ha, yangi versiyada qishloq ham temirda ham topish juda ham oson. Temir ortib qoladi deb o'ylagandim, yetmadi. Yetmadi? Ha? Mendagi yo'q, anavi pechkadagi siz bergan 20 tasi hammasi bor. O'zimdagilar yo'q. Turing, ana yana temir topdim. Lekin bu kirkani stop. Nezirgam surib yuboramizmi? Nima bormi? Albatta. Boyagi joyda ham bor edi. Hozir men temir kovlayotgan joyda ham bor. Lekin omadsizlik chiqsa-chi. Lapis topdim. To'xtang, bo'lmasam lavakonni o'zim qilaman. Bola, IQ. Qaranglar, men bunga qo'yib O'zim yasa iltimos. nimani? Portaldimi? Mayli. Ana. Men ana kavlab tursam-chi? Allohu. Pastga tushing, pastga. Shunami? Yetmaydi. Pastga qarang, pastga. Pastga. Obsidianga qarang. Obsidian bo'lyapti-ku past. Xo'p, mana yoqda ham lava ko'l bor ekan. Yetami endi? Men Yetmas ekan. lavaga emas, obsidian sindirish kerak. Obsidian sindirish kerakmi? Ha. Lavadan. Portal nimadan yasalar? Men anavi speedranchasiga yasadim. Mana lapisni ko'raylik. Agar mana shu video tagiga 200 ta like yig'ilsa, biz yangi versiyada 1 stak olmos kovlaymiz. Ya, unday qilmang, xavfli bo'lib qoladi. Yo'q, mayliga menga. Hozircha xavfsiz. Bizga suv qo'yib kavlashingiz kerak. Chunki tagida lava Yo'q. Chiqdi. Bizga suv qo'yib kavlang. Nechta bo'ldi? Simikan 5 ta bo'ldi.
Endi balki 6 ta bo'lar. Hozir mana men 3 ta kovling 3 ta. Nechta bo'ldi sizda? Menda 7 ta bor. Hozir 8-chi ham bo'lar. 20-minut. Temiriz nechta? Temirim tepada qolgan emas. Nechta obsidian bo'ldi? Mana suvni qolishgan. Bir dona bo'lsa menga bering. Nechta bor sizda? 8 ta. 9 ta qolgan. Yellanadi. Aytgancha. 4 ta qolmaysizmi? Nimaga? Ne? Charxlash stoliga. Sehrlash stoliga ham. Yo'q. Unda yordamlashing. Hali ham 9 ta. Endi 10-sini kovlayapman. Ana 10 ta bor. Bo'ldi, siz kovlayotmang. Ana tepadan turib kovlayapman. Nechta bo'ldi? 10 ta. Endi 2 ta. Mana bir yo'q turganimizda hali ko'proq bo'ladi. Lavada cho'milib beraymi? Hozir men lava ko'ldi mana. Balki olmos chiqib qolar. Balki chiqar, ehtimol. Menga yordamlashib yubora olasizmi? Men o'zim yordam kerak. Unda siz obsidian kovlayvering, bo'ladimi? Tak, 4 ta bo'ldi obsidian. Bu yetadi ya. Sehrlash stoliga. Yetadi. Ikkita olmos yo'qmi? Ataga 2 dona olmos kerak. Nima? Siz temirni nesini qo'ydingiz? Nega temir turibdi, siz olmos beryapsiz? Nechta temir edi? 10 ta. Men ana nima? Qo'yib kelgan temirlar, ichkiga solib kelgan temirlarni qo'yib kelgan. Men suvdan tepaga chiqadim. Chiqib edik-a? Chiqing dedi. Sizni eshingiz zamonda qaytdaligi? Yo. Ana boryapman. Lekin suv juda ham xalaqit beryapti. Nechta ekan? Mana, o'zingizda nechta bor? O'zimda 2 ta. Pishgandam. 3 ta bo'ldi. Menga 13 ta kerak. Yana 10 ta kerak. 10 ta? Ha, Bo'ldimi keyin? 9 ta. Ha. Anovi pechkadagilar yetyaptimi? Pechkada 16 ta bor. Bo'ldimi polni? Narsa. Bo'ladi. Men 2 ta temir bera olasizmi? 2 ta temir. Qilichga. Men hozir Yana versak esa ordingizmi? yo'q. Pechkada pishirgan temirlarni bilmasdan oldim 15 tasini. Qaytarib sotdim. Mana keyin pishdi. Bitta. Voy, ikkinchisi ham pishdi. Cho'pingiz bormi? Cho'p. Cho'p yo'q, lekin taxta bor. Mana taxta. Yo'q, shart emas taxta. Hop. Nezirga suraveramizmi? Farqi yo'q. Shag'al kerak. Shag'al. Hozir men topib kelaman. Metan chiqdi. Ajoyib Minecrafter bo'ldik-ku, ha?
Biz anaqa bo'ldik deb. Mana qanday anaqa qo'yganing maqsad? Maqsad bo'ldi. Bildim, tugaydimi shu bo'ldi. Stop. Shag'al mana bu yerlarda ham bor edi-ku bu. Mana topdim shag'al. Nima? 27 daqiqa bo'ladi video. Taxminan. Artefaktni videosini ko'rdingizmi? 4-qismini necha soat bo'ldi? 1 soat bo'ldi. Почти. Hammasini ko'rib chiqdim. Biz artefaktchalik mashhur YouTuber bo'la olmaymiz. Bilamiz agar O, flint tushdi, flint. endi 3 dona temir kerak. Shu ana aslaha kerak. Ikkita kerak. Mana portalni quraveraymi? Bering. Qo'shimcha blok ham olib olaman. Bir dona kerak. Bo'ldi. Full aslaha bo'ldim men. Biz buni uddaladik. Yo'q. Bo'ladi. Tepasiga bitta blok qo'ying endi uni. Men bilardim hammasi yetishini. Mana. Buncha ishga endi like bossang ham arziydi. Hammasini bilishdim. Kiramizmi? Albatta. Nezerda bombalatamiz. Bombalatamizmi? Yotoq bilan? Qasr topishga harakat qilamiz. Agar o'lib ketmasa. Qasr chart emas. Qani to'xtang. Mana. Oldimga keling bitta. Men uxlamoqchiman. Umid yotoq. Menga nechta juningiz bor? Bo'ldi, 3 ta junim bor ekan. Joningiz qancha? Yarimta ketib o'lib. Qaranglar. Mana yaxshilab qaranglar. Wow. Mana qarang. Bir qasr topaylik. Yangi versiyadan ancha katta porlabdi-ya. Zaryadlangan kriptorlar bundan kattaroq porlashi Portalchi? bo'lmasam siz shu yoqda turib turing, men topsam sizga xabar Bizga 4 ta obsidianni men ana shu yerdan kovlab qo'yaymi chekkalardan? Obsidian? Bizda bor, ha? Menda bor, menda unutlarim. Mari, qo'ling, yo'qmi? Pastdan kovlik. Qarang, qiziq savol. Masalan, bitta obsidianda 2 kishi bo'lib kovlasa, ikkovimizga ham har xil boshidan bo'lib kovlanadimi yoki kovlash tezligi kuchayadimi? Xolos, men ketdim. Yo bola, mana biz tepaga ham chiqib oldik. Umid qilamanki, video sizlarga yoqdi. Mana biz olmos qilich, olmos kirka, temir qilich, olmos kirka ham yasadik. Nezerga ham bordik, temir full aslaha ham yig'dik. Umid qilamanki, sizlar bu video sizlarga yoqdi. Siz nima deysiz, Farruh? Menga ham bu video yoqdi, lekin men temir qilich yasolmadim. Ketdim, xafa bo'ldim. Birinchi qismda bo'lmasa, ikkinchi qismda yasaymiz. Mayli, salomat bo'ling. Vuy!